Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan asosiy o'tadigan mavzumiz ikkinchi zamon. Ya'ni o'tgan safar present simple o'tgan bo'lsak, present simple hozirgi oddiy zamon edi. Bugungisi present continuous, hozirgi davomli zamon. Ikki xil holat bo'yicha ishlatiladi. Birinchi holati to'xtang, o'zi present simple o'tgan zamon o'tgan paytimizda uch xil holatda ishlatilgan. Qaysilarida? Umumiy harakatlar uchun, har kuni sodir bo'ladigan takrorlash harakatlar uchun va jadval uchun ishlatiladi. Egadan keyin to'g'ridan to'g'ri fe'l bir keladi. Inkor shakli egadan keyin dudasiga not qo'shiladi. So'roq shakli dudas ig'donga ishlab qo'yiladi. Bugun bo'lsa sizlar bilan present continuous hozirgi davomli zamonda gaplashamiz. Bu zamon ham o'ziga yarasha ikkita qoidasi bor. Birinchi qoidasi hozir ayni paytda sodir bo'layotgan ishlar uchun ishlatiladi va buni tarjimasi yapti bo'ladi. Misol uchun hozir men nima qilyapman? Men gapiryapman. Siz nima qilyapsiz? Siz tomosha qilyapsiz. Men telefon o'ynayapman. U hozir uxlayapti. Biz hozir ishlayapmiz. Yapti degan tarjima beradi. Ular hozir o'ynayapti. Kecha present simple'da men boraman, men uxlayman, men o'ynayman, men gapiraman, men tomosha qilaman bo'lsa, bunga yapti qo'shib chiqamiz. Men boryapman, men uxlayapman, men gapiryapman, men o'ynayapman. Hozir sodir bo'layotgan ishlar uchun ishlatiladi. Ikkinchi qoidasi kelasi zamonda rejalashtirilgan ishlar uchun ishlatiladi. Misol uchun men ertaga Moskvaga uchib ketyapman. Yoki men ertaga universitetga ketyapman. Universitetga ketaman. Shunaqa ma'noda ishlatadi. Ya'ni kelasi zamon bugun kechga men ingliz tilini darsini qilaman. Aniq rejalashtirgan bo'lsangiz, yapti degan tarjima bermaydigan bo'lsa, lekin siz rejalashtirib qo'yganmisiz, uni hozir rejalashtirasiz. Rejalashtirib bo'lgansiz, shuning uchun kelasi zamonda bajargan ish harakatlarga agar rejalashtirgan bo'lsangiz, present continuous ishlatish shart. Asosan bu ikkinchi qoida kamlangan holatlarda keladi. Lekin present continuous 70%, 80% holatlarda birinchi qoida bo'yicha ishlatiladi va hozir nima sodir bo'lyapti ko'z oldingizda. O'sha narsani tasvirlash uchun, aytish uchun ishlatiladi. Demak, boshladik. Uch xil shakli bor: affirmative, negative, interrogative. Darak, inkor va so'roq bor. O'tgan safar sizga agar egadan keyin to'g'ridan to'g'ri fe'l bir keladigan bo'lsa deganman, present simple bo'ladi deganman. Present simple. Endi agar egadan keyin subject gapning egasi am is are kelib, endi biza fe'lga ing qo'shadigan bo'lsak, bu present continuous formula shakli bo'ladi. Ketdi birga gapiramiz. I yozaman, gapning egasi I ga nisbatan doimo men am ishlataman. I am endi gap bitta fe'l qo'yaman. Speak degani gapirmoq degani. Demak, speakga men ing qo'shaman. I am speak tarjimasi men gapiryapman degan bo'ladi. I ga keldi, yordamchi fe'l keldi, speak keldi, fe'lga ing keladi. Ketma-ket ketyapti. Yoki biz ular uxlayapti yoki ular o'ynayapti bo'lsa, they yozaman, ega bo'ladi. They ga nisbatan men are ishlataman. To be yozib o'tganmiz. They are o'ynamoq, play bo'ladi. O'ynamoq, play ga men ing qo'shaman. Yoki he ga nisbatan he is ishlataman. He is studying. U o'qiyapti. Gapning egasi keldi, yordamchi keldi, gapga fe'l keldi, fe'lga va mana ing kelyapti. Ketma-ket ketyapti. Erta aytmang I study is ing deb chalkashtirib olmaychi. Doimo present continuous fe'l oxiriga ing qo'shilishi shart. Bu davom etayotganda bildiradi harakatimiz. Yoki it is sleeping. Uxlayapti. Ega keldi, fe'l keldi va ing kelyapti. Asosiy fe'ldan keyin ing kelyapti. Yoki we are reading. Read keldi, to be kelyapti, read keldi va readga birga fe'l ajraydi. Biz o'qiyapmiz degan. We are reading book. Biz kitob o'qiyapmiz. I am sleeping now. Men hozir uxlayapman. They are playing. Ular hozir o'ynayapti. Yoki he is working. U hozir ishlayapti. Inkor shakli bo'ladigan bo'lsa, doimo emizarga bittagina not yordamchi klamasini qo'shib orqali yasayman va bu tarjimasi mayapti degan tarjimani beradi. Misol uchun I am speaking. Men gapiryapman. Men gapirmayapman degani I am not speaking. I'm not speaking. Men gapirmayapman. Ya'ni mana bu not endi men degan tarjimani beryapti. Yoki they are playing. Ular o'ynayapti bo'ldi. Ular o'ynamayapti bo'lsa, they are not playing. Ular o'ynamayapti. Ana shunday. Yoki he is studying. U o'qiyapti, u o'qimayapti bo'lsa, he is not studying. U o'qimayapti. Ta'minlashga tez yozayman. Biz kitob o'qiyapmiz. Biz kitob o'qimayapmiz bo'ladigan bo'lsa, we are not reading. Biz o'qimayapmiz. Inkor shakli. Bittagina not qo'shsam, emas degan, ya'ni inkor tarjimani yasayapti. Bitta not qo'shish orqali bajarayotgan ishimni inkor qilyapman, bajarmayapman degan ma'noda ishlatiladi. Keyingisiga so'roq shakliga o'tamiz. So'roq shakli yaptimi degan tarjima, uxlayaptimi ular, siz ishlayapsizmi, nima qilyaptilar, u mashina haydayaptimi, biz mashina yuvayapmizmi yoki ular kitob o'qiyaptimi, biror narsani so'rash ma'nosida ishlatiladi. Bu bo'lsa, emisa ignorga ishlatasiz. Bu tubiga o'xshagan narsa. Tubiga просто fe'lga ing qo'shib qo'ysangiz, bilasiz. Buni o'tgan darslarimizda hammasi o'tgan. Misol uchun, are you studying?
Are you studying? Tarjimasi bu siz o'qiyapsizmi? Are you studying? Yoki sen o'qiyapsanmi? Yoki is he playing? Is he playing? Tarjimasi u o'ynayaptimi? Mana shu. U o'ynayaptimi? Yoki are they sleeping? Are they sleeping? Ular uxlayaptimi? Yoki aytish mumkin. Nima desak bo'ladi? Xo'p, is it running dedik. Tamam. Is it running? U yuguryaptimi? degan olish shart. To bedan keyin ing bosib ketavering. Mana shuni to'liq rasmga olib yozib olishingiz kerak. Bu sizlar bosib Buni to'xtatib screenshot qilib olasiz. Endi ko'taramiz. Endi qarang. O'tgan safar present simple o'tdi. I go degani men boraman degan. Bu egadan keyin fe'l bir keladi. Present simple qoidasi. Endi men boryapman degani I am going degani. Hop, men o'ynayman desa I play present simple. Men o'ynayapman desa I am playing bo'ladi. Yoki he misol uchun reads o'qiydi. Esingizda bo'lsa he she oxiriga fe'lga s qo'shiladi. He reads u o'qiydi present simple, u o'qiyapti desa he is reading. Ya'ni mana bu egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri fe'l kelyapti present simple, egadan keyin to'g'ridan-to'g'ri hozirgi to be emizat kelyapti, fe'l ing bu continuous bo'lyapti. Bu narsani esdan chiqarmaydi. Endi bu o'zi bilan birga ishlatiladigan kalit so'zlari bor. Ya'ni bu 4 dan 5 ta kalit so'zi bor. Agar o'sha kalit so'zni ko'rsangiz, this was present continuous desangiz. Birinchisi nima? Hozir degani. At the moment, ayni paytda yoki for the time being ishlatiladi. Hozirda yoki currently deyiladi. Hozirda degani currently yoki nowadays deyiladi. Shu kunlarda degani nowadays. Mana buni hammasi umumiy qilib hozir deydi. Hozir yoki ayni paytda deb qo'yamiz. Ayni paytda. Hozir ayni paytda degan tarjima ishlatiladi. So now it's the moment first time currently yoki nowadays yoki uni o'rniga these days ishlatiladi. Shu kunlarda, hozirgi kunlarda degani. Shu kunlarda hozir asosan mana shu kalit so'z orqali present simple yasaladi. Present continuous yasaladi. Chalkashib ketaman. Buni esdan chiqarmay 45 yoki 50 tagacha o'zingiz mustaqil gap tuzing. Mashqlarni tashlab beraman. Testlari bor. Hamma mashqlar to'liq ishlanishi kerak. Esdan chiqmasin bu narsa.